o'zimizning tili bilan ham davomlashtirib so'zlab beraylik. Shundaq bo'lsinmi? Bo'ladi. Ostroq so'zlay-a, asta so'zlay-a. Asta gapirsangiz tushunaman. Hozir gapirdingiz, oxirgi gaplaringizdan tushunib oldim nima deyotganingizni. Yaxshi. Nima deb so'rasam bular? Men obetni dedim-ku, O'zbekistonga bormoqchi, kelgusida safar qilib shu yerga bir cho'glab o'ynab kelgim bor. Shuni men O'zbekistonga berib qolsam, masalan, qaysi shaharlarga berishim kerak? Sizdan bir fikringizni anglab boqay. Albatta, O'zbekistonga borsangiz, birinchi navbatda siz bizni poytaxtimiz Toshkentda bo'lasiz va Toshkentda hayot zamonaviyroq. U yerda siz o'zingizga kerakli bo'lgan hamma narsani topa olasiz, lekin bizni madaniyatimizni to'liq tushunish uchun, vaqtingizni zo'r o'tkazish uchun tarixiy shaharlarga borishni maslahat bergan bo'lardim. Buxoro, Xiva, Samarqand albatta borishingiz kerak har bittasiga, chunki ularning har birini o'ziga yarasha alohida turli xil madaniyati va arxitekturasi bor. Har bitta davlatga borganingizda kichkinagina o'zingiz bilan suvenircha olib, ovqatlaridan tatib ko'rib, odamlar bilan suhbatlashib ko'rib, menimcha mazza qilgan bo'lardingiz. Agar vaqtingiz ko'proq bo'lsa, kelgan tog'li joylarga borsangiz bo'ladi. Toshkentda tog'li joylari bor. Vodiyga borsangiz, vodiyning yo'llarini yursangiz, agar poyezdda sayohat qilsangiz, Toshkentdan vodiy tomonlariga juda chiroyli manzara, mazza qilasiz. Keyin Andijonga borib, Andijon oshidan yeb keling. Voyay, ajab yaxshi. Albatta, sizlarning madaniyatlaringizlarni cho'nqur tushungim bor-da. Shuni siz degan bu butun shaharlarni berib kelishim kerak. Poyezd o'tiribmi, jiraxnana yalagimi berib ko'rib kelsam bo'laverdi. Poyezdni demang, sizlarning eshak bormi sizlarda? Eshaklar bor, qishloqlarga borsangiz eshaklar bo'ladi. Mana onamlar Navoiydan. Navoiyda bizda haliyam bor eshakda xizmat qiladigan insonlar bor. Oxirgi marta qishlog'imizga borganimda kuzatdim o'zim eshakda o'tib. Men kichkinaligimda o'zim eshakda minganman. Yaqin kelasiz hayvonlarga, qishloqlarga borsangiz, havosi boshqacha, ovqatlari boshqacha. Voy jon, hozirlan bag'im kelib ketdi. Havolar yaxshi, ko'p hayvonlarmi bor. Yezg'i borganda endi eshak minib borsam bo'laverdi. Men minib boqqan kichik vaqtimda. I literally fully understood you. Like besides the maybe a little details, when I go to Uzbekistan, I'll definitely just speak Uygurcha to everyone. They're gonna get you because I could understand, although there were a few words that I was trying to understand, but from the context you can always understand.